sertifikatlar haqida gaplashamiz. Sertifikatda to'lanadigan to'lovni kompaniya tomonidan 100% gacha subsidiya qilib qoplab berish imkoniyati mavjud. Albatta xalqaro sertifikatdan olinishi lozim. Tadbirkorlar uchun bu kafolat import qilayotgan davlat tomonidan bu ishonch hisoblanadi. Yetishtirish jarayoni uchun alohida sertifikat olinadi, lekin qayta ishlash va qadoqlash jarayonlari uchun alohida sertifikat olinmasa, u ham bitta muammo tug'dirishi mumkin. Tekshirish mobaynida inson salomatligiga o'sha xavf tug'diradigan moddalar normadan yuqori bo'ladigan bo'lsa, uni sertifikatlash jarayonini to'xtatadi. Yillar davomida uni kutish mumkin. Yoki ekin yerini almashtirish kerak, to'g'rimi? Ishonchli manbalarga murojaat qilgan ma'qul. Bu tajribada kuzatilgan qo'shni davlatlardan halal sertifikat olganlar ham bor. U sertifikatlar Indoneziyada yoki arab mamlakatlarida o'tmagan holatlari kuzatilgan. Assalomu alaykum. Biz yangi loyiha boshladik. Bugungi podkastimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda zarur bo'ladigan sertifikatlar haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz O'zagrostar Holding kompaniyasi mutaxassisi Azizbek Ahmedxo'jayev. Podkastimizga xush kelibsiz. Dastlab shundan boshlasak, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda sertifikat o'zi nimaga kerak? Agar shu sertifikatlarni olmasa, eksportyorlar qanday muammolarga duch kelishi mumkin? Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kunda ma'lumki O'zbekistondagi yetishtirilayotgan meva sabzavotlarga xorijda ehtiyoj katta, yildan yilga oshib bormoqda. Ularni eksport qilish jarayonida o'ziga xos talablari, o'zining xalqaro standartlari mavjud. Ayniqsa rivojlangan mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlar, Yevropa mamlakatlari, Kanada, Yaponiya, Koreya deymizmi, ularning o'zining xalqaro standartlari bor. Albatta xalqaro sertifikatdan olinishi lozim. Chunki xalqaro sertifikat o'sha yetishtirilayotgan mahsulotni tarkibidagi turli moddalarni o'ziga yarasha miqdorini belgilab beradi. Xalqaro sertifikat asosida sertifikat beruvchi organ tomonidan buni oylab tekshirishadi. Tekshirib, ularni ustida ishlab, yetarli xulosa bo'lgandan keyin o'sha yetishtirilayotgan mahsulotni tarkibi xalqaro standart talablariga javob bergandan keyin uni sertifikat berishadi. Albatta bu hozirda bizni tadbirkorlarga, bizni eksportyorlarga xorijiy bir davlatlar eksport qilishi bu yuqori daromad hisoblanadi. Shuning uchun xalqaro sertifikat, bir so'z bilan aytganda, bu tadbirkorlar uchun bu kafolat import qilayotgan davlat tomonidan bu ishonch hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksporti bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchisi uni yetishtirish jarayoni bo'lsa, ikkinchisi qayta ishlash va qadoqlash, eksport qilish jarayonlarida. Bilishim bo'yicha, yetishtirish jarayoni uchun alohida sertifikat olinadi, lekin qayta ishlash va qadoqlash jarayonlari uchun alohida sertifikat olinmasa, u ham bitta muammo tug'dirishi mumkin. O'sha mahsulotni yetishtirishdan tortib, to eksport qilgungacha qanday sertifikatlar olish kerak? Hozirgi xalqaro standart talablariga javob beradigan Global Gap, organik, bular asosan mahsulotni yetishtirishda talab qilinadigan sertifikatlar. Asosan bu o'sha Yevropa davlatlari, Amerika, Kanada, Yaponiya, Janubiy Koreya davlatlari asosan shu talablarni qo'shadi. Ya'ni shu sertifikat orqali ular mahsulotlarini qabul qilish mumkin. O'zining talablari bor. Qayta ishlashda asosan shu halal sertifikatlari, ISO sertifikatlari, kasher sertifikatlari mavjud. Yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha bu xalqaro sertifikatlarni maxsus sertifikatlash organi beradi. U har bitta sertifikatlash organi xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan bo'lishi lozim. Hozirda xalqaro Yevropa davlat tarafidan kelib chiqib, Global Gap, organikga keladigan bo'lsa, mahsulot yetishtiradigan yer uchun beriladi. O'sha dehqon xo'jaligi bo'ladimi, auditor borib, yerni dastlabki uni tuprog'idan analiz olishadi, tahlil qilish uchun. Uni suvini ko'rib chiqadi, ya'ni o'sha yerni atrofida zararlovchi moddalar bor yoki yo'qligi, yoki o'sha atrofda, o'sha hududda kimyoviy zavodlar bor yo'qligi bo'yicha ham to'liq ma'lumotni olib tahlil qilgandan keyin u sertifikatlash jarayonini boshlaydi. Bu o'rtacha 2-3 oy davrni o'zini ichiga oladi. Tekshirish mobaynida belgilangan o'sha pestitsidlar bo'ladimi, nitratlar bo'ladimi, har xil toksinlar bo'ladimi, inson salomatligiga o'sha xavf tug'diradigan moddalar miqdori normada bo'ladigan bo'lsa, u sertifikat jarayonini boshlaydi. Agar bu moddalar normadan yuqori bo'ladigan bo'lsa, uni sertifikatlash jarayonini to'xtatadi. Yillar davomida uni kutish mumkin. Biz bilamiz, paxta yetishtirishda turli sintetik o'g'itlardan foydalanadi. Bu ya'ni o'sha yovvoyi o'tlarni chiqmasligi uchun. Bu esa paxtadan keyingi ekiladigan o'sha bizda asosan sabzavot yoki g'alla ekinlari ekiladi. U
ekilganda ularda zararli moddalarni yuqori bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu moddalar aniqlanganda sintetik o'g'itlarni agar miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, uni bir yillar davomida yerlarni qayta ishlab, tabiiy o'g'itlar berish orqali unga to'g'rilab boshidan yana xalqaro sertifikat olish uchun ariza topshirishlar mumkin bo'ladi. Yoki ekin yerini almashtirish kerak, to'g'rimi? UzAgroStar Holding faoliyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirda 16 ta hududda filiallarimiz mavjud. Har bitta AgroStar hududida o'zini agrokompleksni yaratish topshiriq belgilangan. O'ziga biriktirilgan bank orqali, bank bilan hamkorlikda bo'sh yerlarni sotib olish, ya'ni auksiondan sotib olib, u yerda zararli moddalardan xoli bo'lgan hudud yaratib, u yerda organik mahsulotlarni yaratish ko'zda tutilgan. Qolaversa, o'sha hududda mahsulot yetishtirish bilan birga o'sha hudud o'zida mahsulotlarni qayta ishlash, ularni qadoqlash, saralash nazarda tutilgan. Bu orqali o'sha hududdagi har bir AgroStar o'sha hududda bu yangicha tizimni hamda organik mahsulot yetishtirishni keng yoyib, qolgan tadbirkorlarga ham yordam beradi va albatta Yevropaga eksportimizni yanada oshiradi degan umiddaman. Qayta ishlash jarayoni uchun ham sertifikat talab qilinadimi? Albatta, qayta ishlash, eksport qilish uchun ham alohida sertifikatlar mavjud. O'zi umuman olganda hozir O'zbekistonda meva-sabzavotlarni eksport qilishda yangi bosqichga o'tilyapti, ya'ni mahsulotni qayta ishlangan holatda, quritilgan holatda, ularni sublimatsiya holatida eksport qilish bu yuqori qiymatli bozorlarni topish imkoniyatini yaratadi. Shu sababli qayta ishlash jarayonida ham o'zini bir halal sertifikatlari, ISO sertifikatlari mavjud. Unda asosan mana bu oldingi yuqorida aytilgan sertifikatlarda asosan sertifikat yetishtiruvchi yerga beriladigan bo'lsa, bu o'sha joy hududiga, ya'ni qayta ishlaydigan joyi o'ziga sertifikat beriladi. Ya'ni u yerdagi hududda joyning tashkil qilinishi, xonalar ajratilishi, ishchilarni bir gigiyenik tomondan ularni faoliyat olib borishlarini, amaliyotini bu belgilab beradi, standart asosida belgilab beradi. Bunda ham xuddi shunaqa sertifikatlovchi organ auditori borib, o'shalarni tekshirib beradi hamda ularni o'sha belgilangan talab asosida ish yuritilayotgani, ularni hududlarni joylashishi, hattoki ortiqcha xonalari, ya'ni mahsulotlarni qayta ishlaydigan joydan uzoqda joylashishi ham belgilab o'tilgan. Masalan, halal sertifikatida asosan o'sha ishchilarni mahsulot yetishtirishda alkogol yoki spirtli mahsulotlardan xoli bo'lgan, antiseptik mahsulotlarida hattoki o'sha spirtli mahsulotlar bo'lmasligigacha belgilab o'tilgan. Hozirda jahon tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda ham meva-sabzavotlarni qayta ishlangan holatda sublimatsiya yoki shokuy zamorozka deydi, shok usulida saqlab turib, uni bir yil davomida eksport qilish amaliyoti ham yo'lga qo'yilyapti. Chunki yil davomida agar mana shu muzlatilgan holatda yoki uni sublimatsiya qilib eksport qilinadigan bo'lsa, yil 12 oy bizda eksport qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Sertifikatlash jarayonini o'sha xalqaro sertifikatlarni kim nazorat qiladi, qaysi tashkilot va qaysi tashkilotlarga murojaat qilish kerak, kimlar bilan ishlash kerak u sertifikatlarni olish uchun? Xalqaro sertifikatlarni asosan o'sha xalqaro sertifikatsiya organlari mavjud, o'shalar tomonidan beriladi. Ishonchli manbalarga murojaat qilgan ma'qul. Asosan o'sha o'zini hududidagi qishloq xo'jaligi vazirligi hududiy bo'linmalari bor yoki o'simliklar karantini va himoyasi agentligi hududiy bo'linmalariga murojaat qilishgani ma'qul. Ularda sertifikatlovchi organlarni ro'yxati mavjud. Ulardan tekshirilgan bo'ladi hamda u sertifikatlovchi organ tomonidan auditor boradi. O'sha sertifikatlash jarayonida borib, ularni o'sha belgilangan o'zlarini standartlari bo'yicha yerni tuprog'idan tortib suvi tekshiriladi. Hosilni mahsulot tarkibidan ham tahlil o'tkaziladi. Shundan keyingina auditor tomonidan sertifikat beriladi. Yuqorida aytib o'tilgan sertifikatlar uzoq muddatga berilmaydi. 1 yilga berilishi mumkin. O'sha sertifikatdan kelib chiqib yangilab turish lozim. Yuqorida aytib o'tdingizda ishonchli manbalarga murojaat qilgan ma'qul deb. Demak, aldanish holatlari ham duch kelishi mumkin. Bu tajribada kuzatilgan. Men o'shaning uchun ham aytib o'tdim. Ishonchli manbalar asosan shu davlat tashkilotlariga, chunki karantin agentligi bo'ladimi, qishloq xo'jaligi vazirligining bo'linmalari bor. Bular orqali topishgan yaxshiroq, chunki o'zlarining tanishlari bilan birga yoki saytlardan bir ishonchsiz ma'lumotlar orqali bir qo'shni davlatlardan halal sertifikat olganlar ham bor. U sertifikatlar o'sha talab etilgan Indoneziyada yoki arab mamlakatlarida
o'tmagan holatlari kuzatilgan. Davlatimiz rahbarining qaroriga asosan tashkil etilgan O'zagrostar Holding kompaniyasining asosiy vazifalaridan biri bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarining milliy brendini yaratish va eksportini rivojlantirishda. Bu jarayonda, ya'ni sertifikat olishda O'zagrostar Holding kompaniyasi eksportyorlarga qanday ko'mak beradi? Umuman O'zbekistonda bugun eksportyorlar uchun bu borada qanday yengilliklar bor, imtiyozlar bor? Muhtaram prezidentimiz o'sha O'zagrostar Holding kompaniyasi faoliyatini tashkil qilish bo'yicha 57-sonli qarorlarida aniq belgilab berilgan vazifa bizga xalqaro sertifikatlarni olishda, Global Gap, Organic, Halal sertifikatlarni olishda tadbirkorlarga, eksportyorlarga moliyaviy ko'mak berish vazifasi yuklatilgan. Chunki bu arzon hisoblanmaydi. Bu sertifikatlarni olish jarayoni, yuqorida aytib o'tdim, bu sertifikatlar uzoq muddatga berilmaydi. O'sha 1 yil, 3 yilda agar eksportyor doimiy eksport qilaman deydigan bo'lsa, uni doimiy ravishda yangilab turish lozim. Shu sababli holding tomonidan o'sha prezidentimiz qarorlarida moliyaviy ko'mak berish keltirib o'tilgan. Moliyaviy ko'mak deganda o'sha tadbirkorlar tomonidan sertifikatda to'lanadigan to'lovni 50% o'sha subsidiya qilib qoplab berishi imkoniyati mavjud. Albatta bu borada yana bitta qaror aytib o'tishim lozim. Prezidentimiz joriy yil 8-apreldagi eksport salohiyatini yanada oshirish bo'yicha 136-sonli qarorlarida eksportyorlarga, ya'ni xalqaro sertifikat olishda savdoni rivojlantirish kompaniya tomonidan 100% gacha subsidiya qilib qoplab berish nazarda tutilgan. Qolaversa, bu qarorda juda ko'plab imkoniyatlar berib o'tildi, aynan eksportni rivojlantirish maqsadida. Ya'ni o'sha eksportni zamonaviy talablar asosida qadoqlash jarayoniga o'tish, bu jarayonida har bir qadoqlangan mahsulotlarni ham subsidiya sifatida qoplab berish vazifalari yuklatilgan tegishli organlarga. Yana qolaversa, mana yuqorida o'sha suhbatimiz boshidan beri aytib kelyapmiz. Bu xalqaro sertifikatlarni eng asosiy muhim jihatlaridan biri bu inson salomatligini saqlash, ularga o'sha turli xil bir ximikatlar bo'ladimi, turli xil zararli moddalardan xoli mahsulot, toza organik mahsulot yaratib berish. Bu borada ham o'sha qarorda keltirib o'tilgan, ya'ni tegishli organga topshiriq berilgan 2025-yil yakuniga qadar oziq-ovqat mahsulotlaridagi hozirda amaldagi sanitariya gigiyena talablari alimentarius kodeksiga moslashtirish. Bu albatta biz o'zimizni xalqimiz uchun va bir eksport qiladigan mahsulotlarimizni organik, toza mahsulot bo'lib yetishiga va eksportni yanada oshirishga bu albatta yaxshigina imkoniyat bo'ladi. Sertifikatlarni olmasdan turib eksport qilib bo'lmaydimi? Albatta bu doimiy eksport qiluvchi tadbirkor deymizmi, o'sha eksportyor bo'lamizmi, sertifikat talab qilinadi. Lekin bir martalik bo'ladigan bo'lsa, o'sha importyor davlat bilan kelishgan holatda uni laboratoriya asosida o'sha mahsulotni tarkibini, o'sha belgilangan miqdorini, belgilangan moddalar miqdorini aniqlab, laboratoriya xulosasi orqali ham eksport qilish mumkin. Lekin bu juda kam holatlarda bir martalik qilish mumkin eksportni. Demak, ikkinchi doimiy marta uchun ravishda yana laboratoriya tahlili kerak bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bo'ladi. Unda mana hozirgi o'sha davlatimiz rahbari, davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatlardan foydalanib, xalqaro sertifikat olib, faoliyat olib borgani baribir tadbirkorlarga ko'proq foyda bo'ladi degan fikrdaman. Azizbek, sizga qiziqarli va foydali ma'lumotlar uchun tashakkur. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mavzumiz bo'yicha sizda qandaydir savol yoki fikr, mulohazalar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va biz sizga mutaxassislar bilan birga albatta javob qaytaramiz. Bundan tashqari, keyingi podkastimizning mavzusi qanday bo'lishini istaysiz? Bu bo'yicha ham fikr, mulohazalaringizni kutib qolamiz.